Hammaga salom. Bugungi videoda bizlar mana bu koreyskiy PUBG'ni PUBG'ni yanida turgan mana shu koreyskiy PUBG'ni o'rnatishni o'rganamiz. Birinchi o'rinda bu Play Marketga kirasizlar va bunga birinchi bo'lib mana shu Sky VPN deganni qidirasizlar va men hozir o'rnatganman. Endi sizlar o'rnatib olasizlar. Buni o'rnatganinglardan keyin bundan chiqib turasizlar. Keyin uni o'rniga tap light bor. Tap mana shuni o'rnatasizlar. Ikkalasini o'rnatganinglardan keyin birinchi o'rinda mana bunga kirasizlar. Mana shu Sky VPN degan bor. Shunga kirib VPN ni yoqsanglar bo'ladi. VPN yoqadigani bor, shuni yoqib qo'yasizlar. Lekin region boshqacha turgan bo'ladi. Shu regionda koreyskiy PUBG o'ynash uchun, o'rnatish uchun koreyskiy regionga o'tasizlar. Mana Sky VPN'da tanlaysizlar koreyskiy regionni. Keyin esa mana tap-tapga kirasizlar. Va bu yerda sizlarda bitta narsa chiqadi, menda chiqmaydi. Tap-tapni ichidan tap lightni ichidan tap-tapni o'rnatasanmi degan chiqadi sizlarda. Men o'rnatganman, shuning uchun menda chiqmaydi. Sizlarda chiqadi va ikkinchisini ham o'rnatasizlar va shunga kirasizlar va bu yerga yozasizlar. PUBG deb yozasizlar. Mana o'zi chiqadi. Men tortganim uchun mana play deb turibdi. Mana o'sha koreyskiy PUBG. O'zingizlar o'rnatib olsanglar bo'ladi. Buni ichida mana bunaqa old kiyim 416 lar qaytgan. Shundan o'rnatsanglar bo'ladi. Lekin bir narsa esingizlardan chiqib ketmasin. Buni o'rnatganinglardan keyin mana kirmay turasizlar. Boshqa mana Sky VPN deganda yoqasizlar. Koreyskiy regionga o'tib, mana hozir men o'zim ko'rsataman. Mana Japan koreyskiyda turibman men. Japonda turibman. Sizlar ham mana shu Japan degan tanlaysizlar va bo'ldi. Keyin mana disconnected deganni bosasizlar va bo'ldi. Avtomatik VPN yoqiladi. VPN yoqilgandan keyin esa bemalol koreyskiy PUBG'ga kirib o'zingizlar akkaunt ochsanglar bo'ladi. Bo'lmasa hammaga xayr. Sog' bo'linglar.